Kaftiga 3 dona tuxumdan shunaqa barakali yumshoqqina biskvitni sinib ketmasdan o'raladigan, eng muhimi bitada o'xshab chiqadigan shokoladli rulet retsepti endi sizda ham bor. Assalomu alaykum. Ishimizni tuxum bilan shakarni oppoq bo'lib ko'pirguncha mikser qilib olishdan boshlaymiz. Ketidan sut bilan o'simlik yog'ini ham qo'shib, yaxshilab mikser qilib olamiz. Oliy navli un, razrixlitel va kakaoni elakdan o'tkazib qo'shib olamiz. Xuddi shunaqa suyuqlikdagi massa bo'lguncha vinchikda yaxshilab aralashtirib olamiz. Duxovka listini hamma joyiga tekislab joylab, oldindan tepa-pasti teng yoqilib qizib turgan 160 gradusli duxovkada 15 daqiqa davomida pishirib olamiz. Qaynoq holatida xuddi shu tarzda o'rab, yana ustidan muzdek nam sochiq qo'rab, sovutish uchun olib qo'yamiz. Bu arada krem uchun pure milkining 45% qaymog'i va varyoniy molokoni mikser qilib tayyorlab olamiz. Xohishga ko'ra bitta dona plitka shokoladini maydalab olsak ham bo'ladi. Sovigan biskvitimizni bitta tomonini tekis qilib kesib olamiz. Hamma joyiga yetkazib krem surtib, maydalangan shokoladni sepib olamiz va ehtiyotkorlik bilan o'rab, ustini yana krem bilan qoplaymiz. Krem qotishi uchun kamida yarim soatga morozinlikka olib qo'yamiz. Muzdek holatida eritilgan shokolad bilan ustini bezatib olamiz.